Endi tövende İmam Buxoriy rahmetullahi alayh asrdan keyin bomdatdan keyin namoz o'qishni makruh deb qaragan kishi haqida deydi. Bunun qaragan vaqtida İmam Buxoriy rahmetullahi alayhning nazarida jing tush vaqtida zavol bo'lishdan keyin yoki burun kun tiklashgan vaqtida namoz o'qishi makruh emas deb qarash kerak. Shunlashqa asrdan va bomdatdan keyin namoz o'qishning o'zi makruh deb qaragan kishi haqida deydi. Shunlashqa bu jing tush kun tiklashgan vaqtida namoz o'qishni bu yerda bu planga ekirmagan. Bu tush vaqtida namoz o'qish cheklandi degan hadislarni bu odam toza sahih emas deb qarash kerak. Shunga bu yerda kesib istisno qilyapti. Buni Hazrat Ömer, Abdullah ibn Ömer, Abu Said al-Khudri, Abu Hurayra radhiyallohu anhu qatorliq sahobalarning shundoq rivoyatda shu bayonda bo'lgan deb shundoq deydi. Demak, mushu to'rtaylarninki rivoyatida ko'z qarashida bu jing tush vaqtida namozdan cheklanganligi haqida hadis yo'q yoki rivoyat yo'q deb qaragan. Shunlashqa shu namozning umum cheklangan vaqt 3 deyilsa-mo, lekin eng kuchli sahih bo'lgan, eng kuchli bo'lgani shu asrdan keyin, bomdatdan keyin. Ammo tush vaqtida kelgan hadislar biroz bu asr bomdatdan keyingi namoz o'qish haqida cheklangan hadislar qaragan vaqtda biroz kuchlilik ojizroq. Shunga bir qism ulamolar hatto shu Imom Malik rahmatullohi alayhiga o'xshash kishilar bu tush vaqtida namoz o'qishni cheklamagan. Hatto bir qism salaf solihlarmi jing tush vaqtida, masalan Masruqqa o'xshash kishilar, buyuklar jing tush vaqtida namoz o'qishni o'ziga odat qilib olganlar bo'lgan, namoz o'qiydigan. Chunki bu jahannamning eshigi ichildigan vaqt, ham qiziydigan vaqt degandekchi. Mush vaqtda jahannamdan panoh tilash eng loyiq deb qaragan. Xo'sh. Endi 589 hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abu Nu'man hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Nu'man bizga Hammad ibn Zayd Ayyubdan, Ayyub Nafi'dan, Nafi ibn Umardan hadis bayon qilib bergan deydi. Bu zot deydi sahabalarimning ya'ni yoranlarimning qanda namoz o'qiganligini men ko'rgandek namoz o'qib beray deydi. Bu kishi bir odamningki men kechida bo'lsin, mayli kunduzda bo'lsin, xohlagan vaqtda namoz o'qishni men cheklamayman. Faqat va faqat mush quyosh chiqayotgan va petayotgan mushta paytlarda namoz o'qishni cheklayman. Bundan boshqa hech vaqtda men namoz o'qishni cheklamayman degan. Shunlashqa hamda bomdatdan keyin va asrdan keyin namoz o'qish umuman cheklandi, lekin mush taz petayotgan, kun taz chiqayotgan payt bakrak qattiq cheklangan paytlarniki biri.